Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana bir oshxona mebelimiz obzorini qilib beramiz. Ishimiz ko'payib ketganligi sababli boshqa videolar qilolmayapti edik. Mana 2025-yilda kuzidagi birinchi videomiz. Xo'p, oshxona mebelimizni bir qator tanishtirib o'tamiz. Yaxshilab oxirigacha ko'ringlar. Hamma ma'lumotlarni iloji boricha berib o'tamiz. Oshxona mebelimizni uzunligi 4 metr, balandligi 2,5 metr qilingan. Fasadi akril, korpusi rossiyskiy laminat bo'lgan. Oq bilan mana gold rangda. Mana bu akrilimiz rossiyskiy akril. Bittasini shilmay olib qo'ydik, mana shilaylik. Betida mana shunaqa salafani bo'ladi. Hop, mebelimiz bunisi rossiyskiy, bunisi Kashtan, O'zbekiston firmasi. Bu Kashtanni firmasi juda o'zini oqlagan, yaxshi akril chiqyapti. 2-3 yildan beri ishlatyapmiz. Xitoydagilardan ko'ra ancha baquvvat, beti ham o'zini yo'qotmaydi, ichi ham qattiq qatirganda mahkam ushlaydigan uchun Kashtanni ko'p ishlatyapmiz. Endi bu rossiyskiydan ham ishlatishni boshladik. Bu hammasiga nisbatan materiali og'ir. O'shaning uchun buni ham tavsiya qilaveramiz. Turkiyaniki, O'zbekiston, Eronda rossiyskiy akrillarni ishlatishni tavsiya beramiz. Xitoydagidan ko'ra yaxshiroq bular. Keyin ruchkalari ham yaxshisidan qimmatdan ishlatilgan. Oshmoshlar har doimgi davchi mexanizmda, kromkalari ham PVH. Bu korpusni pech mikrovolnovkalar korpusini ham enli qilib berganmiz. 65 sm olganmiz. Katta narsalar bemalol tepaga, pastga kirib ketaveradi ichiga. Xolodilnikni o'rnicha kattarog'idan qilib berdik. Keyinchalik kattasini olishmoqchi ekan, buning tepasi ham katta. Ichi chuqur. Asosini qo'yishdan chiqib qo'yib qo'yamiz. Bu taraflari ichini 80 qilganmiz. Standart 70 bo'ladi. 80likning afzalligi 2 polka bo'lgan. Bitta emas, ikkita polka ketadi. Keyin enini ham chuqurligi eng maksimal 35 sm olamiz. 27-30 ham olinadi ko'p joylarda. 35 olingan. Xo'p, stoli rossiyskiy stalishniца, mebelni tepaga ilib berganmiz devorga, kafel devorga bosilgan. Shunga moslab stalishnicani ham bir xilini olib berdik. Pluntuslarni ham germetkalab yopishtirib berdik. Xo'p, yana nima ma'lumotlar? Vitishka o'rnini qo'yib berdik. Vitishka bo'lsa o'rnatib ham beramiz. Endi bu tarafda ham mana 2 polka, oshmoshi davutchi. Keyin sushilkani ham o'zgacha qilib o'rnatyapmiz. Anchadan beri mana shunaqa qilib o'rnatilyapti. Idishlarda kosalar, likoplar teriladi. Qurigandan keyin yana boshqa eshikni ochish shart emas. Mana shu yonlarga taklab yuboriladi ichiga. Ichi kattaning hisobiga bo'lib qo'yapmiz. Keyin yana boshqasini yuvib yana qo'ysa bo'laveradi. To'y marosimlarda ko'p mehmon kelganda idishlarni bir olib qo'yish shart emas. Yoniga taklab turib yana yuvib yana ilinaveradi. Mo'ykani ham baquvvatdan qo'yib berganmiz. Tuyma mo'yka. Dozatorlari bor, smestitelni o'zlari olib olishadi. Tortmalari ham davchi mexanizmda, qoshodonlarni qo'yib berdik. Mana yopilishlari o'z tortib oladi. Hammasi mana shu bir xilda shunaqa. Tepalariga asosiy baget qoshlarni qo'yib berdik. Yana ba'zi bir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, kommentariyaga yozaverasizlar, javob beramiz, xudo xolasa. Xo'p, 4 metrlik, balandligi 2,5 metrlik shunaqa mebellar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavkasida 9 milliondan qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa bittadan like tayamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.